kelganlarida o'sha shaytonning ko'ziga toshni otib ko'r qilgan joylari shaytonga tosh otiladigan joyga kelyapmiz. Bu yerda Jamarotul Aqaba deydi. Oynadan chap tomonga qaraysizlar. Chap tomonga qarasangiz 3 ta yumalag'i bor bino ko'rinyapti. 3 ta yumalag'i bor va yo'l-yo'lli 4 qavatli bino ko'rinyapti. Mana shu yer Jamarot bor. Muzdalifadan yig'ib olingan toshlar mana shu yerga kelib 3 ta shayton bor. Ana shu yerga kelib tosh otishadi. Hozir juda qulay qilib bir tomondan kelib bir tomondan ketadigan qilib qo'ygan. Ilgari bir qavat bo'lardi. Juda katta qiyinchilik bo'lardi. Hozir alhamdulillah juda sharoitlar yaxshi qilib qo'ygan. 4 qavatli qilib bir tomondan kelib bir tomondan ketaveradigan qilib qo'ygan. Har yili bu yerga demak hojilar kelib toshlarni kelib otgandan keyin haj mavsumidan keyin toshlarni olib kelib yana Muzdalifaga chashib yuboradi. Hop, endi o'ng qo'lga e'tiborlaringizni qaratasizlar. Mana shu tomon binoda tepadan ko'rinishi. Bino vodiysining tepadan ko'rinishi bo'ladi. Nima uchun bu yerga chodirlar qo'yilgan? Mana palatka deydi. Chodir